Ya Allohim, shunaqangi ham xonadon bo'ladimi? Uy emas, bu saroy-ku. Voy, o'rtoqlar, bu xonadonga kirsangiz adashib qolasiz, adashib. Mashalloh. Kattagina hovli, to'rso'tuli 10 ta xonadan iborat bo'lgan 4 ta o'rvelli namozxonalari va ajoyib bir qimmat mebellari bilan ko'zingizni qonatadigan chiroylikina xonadon. Chap tomonimizdagi oshxonamizga kirsanglar, kattaligini qaranglar. O'rtada stol stullari, televizorli zonalar, kattagina oshxona mebellari. Bu yerda bo'lsa umumiy sanuzellari. Yuqori qavatdagi sanuzelni puliga bir xonali kvartira bersa kerak. Bu tomondagi yana bitta mehmonxonamiz qilingan. Bu yerda bo'lsa yumshoq mebellarimiz. Devordagi toshlarga qaranglar, o'rtoqlar. Yaxshi niyatda menga ham shunaqangi chiroyli xonadonlar nasib qilsin deganlar videoga like bosib qo'yinglar. Podval qismiga tushganimizda kattagina garderob uchun mo'ljallangan shkaflari. Bu yerda bo'lsa namozxonasini qaranglar. Mashalloh. Allohim shunaqa go'zallik yaratib qo'ysan, bizga ham nasib qilgin Allohim. Endi o'rtoqlar yuqori qavatlarga ko'tarilamiz. Mirzo Ulug'bek tumani Xmed klinikasi yaqinida joylashgan to'rso'tuli 10 ta xonadan iborat bo'lgan bu xonadonimiz podsvetkali zinalari. Ikkinchi qavatimizdagi hol qismiga qaranglar. Biram yarashgan mebellari. Bu tomonda ota-onalar yotoqxonasi. Bir kun yashashga ruxsat berganda yashab berarmisiz xonadonni o'rtoqlar? Bitta like bosib qo'yinglar. Bu tomonda garderobli xonalari va o'zinchida sanuzellariga ega. Kimga shunaqangi chiroyli xonadon niyat qilsanglar, o'sha do'stingizga yuborib qo'yinglar. Navbatdagi xonalarimiz qalay. Bolalar yotoqxonasi ham qasr bo'lib yotibdi. Mebellari, bu tomon dars qilish uchun sharoitlari, stollari, hamma sharoitlari bor. Bu yerda yana bitta ota-onalar yotoqxonasi, buni ham o'zining ichida garderobli va sanuzellariga ega. Mebellarini qaranglar. Bu yerdagi shkaflari, trimolarni ham bir ham zo'r joyga qo'yib qo'yishibdi. Umumiy sanuzellari. To'rso'tuv 10 ta xonadan iborat bo'lgan mebel texnikalari bilan yangi xonadonimiz Mirzo Ulug'bek tumani Xmed klinikasi yaqinida Royal Rose restorani yaqinida joylashgan 4 ta o'rvelli xonadonimiz 700 mingga baholanmoqda. 4-o'rvinga chiqqanimizda ham ajoyib bir atmosferani his qiladi odam. Chap tomonda yana bitta ota-onalar yotoqxonasi qilingan. Shuncha xona o'rtoqlar, katta oilalar bemalol mazza qilib yashasa bo'ladigan sharoitlari bor ekan. Navbatdagi xonamizni bolalar yotoqxonasi qilib bersanglar ham bo'ladi va oxirgi xonamiz garderobni xona sifatida bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xonadonimiz dizayniga 1 dan 5 gacha baho beringlar. Bu yerdagi sanuzel ertaga bo'lib yotibdi o'rtoqlar. 700 ming pulinglar bo'lganda shu xonadonni sotib olgan bo'larmidinglar? Kommentariyada albatta fikrlarni qoldiringlar. Bozor TV siz uchun eng chiroyli xonadonlarni berib boradi. Kanalimizga obuna bo'ling.